yig'lab turgan bolaga chalg'itib endi ko'ndiraman desangiz xatnadan keyin "Voy, shu doktormi? Hozir mana attaq." Aksariyat bolalar, ko'p bolalar kirmasdan yig'i sig'ini boshlaydi, yig'lab kiradi. Mana shu xatna hali tegmadim, bulbulni ushlamadim, ko'rmadim ham, yig'i, to'polon, dotvoy. Bunga ikkita sabab bor. Birinchisi, biz уже сразу bilamiz, kirishidan bola nima uchun yig'layotganini. Bundan oldin bizga kelishdan oldin doktorlarga qatnab, tish doktoriga borgan bo'lishi mumkin, ukol qilgan, lo'rlarga tomog'ini chaydirgan, burnini chaydirgan bo'lishi mumkin, yoki больницада shu doktorlarni ko'rsa, уже xalatni ko'rsa, men ko'pincha yechib qo'yaman xalatimni. Ko'rsa, bolalar yig'lash boshlaydi, уже miyasida hozir ukol qiladi, hozir bir nima bo'ladi, hozir kapelnitsa qo'yadi, bir nima shu qo'rquv. Ikkinchi faktor, endi buni sal qo'polroq chiqishi mumkin, lekin buni ham aytib o'tishimiz kerak. Ko'p guvohi bo'lganim uchun shuni gapiryapman, boshimdan o'tgani uchun, osmondagi gap emas. Yig'lab turgan bolaga chalg'itib endi ko'ndiraman desangiz xatnadan keyin "Voy, shu doktormi? Hozir mana attaq." Shunaqa qilganingdan keyin bola, конечно, doktor yomon ko'radi ham, doktordan qo'rqadi, negativ bo'ladi-da. Bo'ldi, o'g'lim, hech qisi yo'q. Doktor hozir yaxshi qilib qo'ydi seni, naborot maqtash kerak. Doktor zo'r bo'ldi-yu, qarang, o'ramasdan shuni multik o'ynading, bu qilding, doktor sen tepangda parvo. Biz assistent bilan birga ishlaymiz, ota-onasini qo'lga ushatib qo'ymasdan. Shuning uchun mehr berganingizdan keyin, "Voy, hozir doktor." Mana shundan keyin bola yig'lamasdan nima qilsin? Shakllanayotganda o'sha bo'ldi. Hozir ovqat yemasang doktor chaqiraman, ukol qiladi. Hozir uxlamasang doktor chaqiraman, u qiladi. Jim bo'lmasang doktor chaqiraman, bu qiladi. Shun bilan o'sha bo'ldi. Bola qo'rqib katta bo'ladi doktordan. Shunaqa bo'lmasligi uchun to'g'ri tushuntirib, bola ham bargam tushunadigan bo'ladi. To'g'ri gaplashish kerak. Xavotir olma, qo'rqma, bu tushuntirsangiz tushunadi. Kirganda ham o'sha adekvatli qochmaydi, qo'rqmaydi, baqir-chaqir qilmaydi. Prosta ko'ramiz bulbulini. Xatna qiladigan bo'lsa, olib kirib muzlatib qo'yib, bulbulni og'risi qoldirib, xatnasini o'tkazamiz. Yig'lamasligi og'riqqa bog'liq emas deb har doim ota-onaga tushuntiramiz. Agarda sizlar bolalarni mana shunaqangi yig'lamasdan xatna jarayonini o'tkazishni xohlasanglar, oldindan to'g'ri tushuntirib, gaplashib, ma'lumotlar bersanglar, doktordan qo'rqmasa, kelib, kirib, yotib, o'ynab, kulib chiqib ketadi. Keyingisi endi shamollab qolgan, doktorlarga borgan, kapelnitsa olgan bolalarga endi bizni xalatda yechib qo'yamiz. Bu endi bizga bog'liq. Lekin endi bola bilan tushuntirish bo'yicha, tarbiya bo'yicha ota-onalarga bog'liq bo'ladi.